bunaqa issiqdan foydalanib millionlab pul ishlasam bo'ladi. Lekin men xalq tarafdoriman. Usta akalarimizni faqat mendan xafa bo'lmaysizlar. Men sizga bugun o'rgatadigan narsam mashinangizni konsnerni zapravka qilish, ya'ni furyonni quyish. Uy sharoitida menimcha ko'pchiliklarga qiziq bo'lsa kerak. Mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'ying. Birinchi o'rinda zapravka qilmoqchi bo'lgan mashinangizni furyoni bormi, yo'qmi tekshirib olasiz. Uning uchun mana qora krishkani yechib olamiz. Ko'p holatda mana shunaqa qora plastmassa bo'lib chiqadi. Keyin oddiy atyorka yoki temir yordamida shuni tekshirib olamiz. Bosamiz. O'sha yerda furyon bor. Agarda furyon bo'lmasa, hech qanaqa havo ham chiqmaydi, qo'lingiz ham sezmaydi. Furyon quyishimiz uchun обязательно furyon 134 kerak bo'ladi. Narxi 100 ming so'm. Mana buni manometr, buni ham narxi 100 ming so'm bo'ladi. Bemalol sotib olib, o'zingiz ishlatsanglar bo'ladi. Manometrimizni sariq shlankasini furyonga ulaymiz. Ko'k ranglisini o'rgatib qo'ygan mashinamizdagi trubkaga ulaymiz. Hamma mashinani kapotida mana shunaqa ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi, qancha mashinaga furyon ketishi. Gentraga 600 gram ketar ekan, furyonimizni ochamiz. Ketdi. Endi manometrimizni buraymiz. Hoppa, mana ko'rasizlar, furyon ketishni boshladi. Обязательно bitta narsani esdan chiqarib qo'ymaysizlar. Konsnerni furyonni ikkiga qo'yib qo'yasizlar. Furyonni o'z tortib tashlaydi. Menimcha uje to'l bo'ldi. Qani bitta tekshirib ko'ring. Kandiyor haqiqatda yaxlatib tashlayapti. O'zimning mehnatimga o'zim like bosib yubordim. Bu videoni shofyor akalarimizga tez jo'natib qo'yinglar. Foydali bo'lishi aniq.